Yemeyeceğim. Yo yemeyeyim. Telefon bile. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'rayev Ixtiyor Baxtiyorovich kim? Manman. Sizni bog'chaga o'chirishingiz keldi. Bog'chaga o'chirtim keldi. Ha. Qachon qo'yilgan o? 1990-yil. Kechirasiz, kim qo'ygan meni bog'chaga o'chiribdi? Bilmadim, endi oyis qo'ygandir, adres qo'ygandir. Nimaymiş? Ha ne o'ylayapsiz? Bog'chaga o'chirdim kelibsan, tushunyapsanmi? Bog'chapam qanayapsan? Ana. Alo. Atkaz beramiz endi. Nima qilaman? Ishlik odamman, bu avtobus haydayman. Shuncha yildan keyin ham chiqardim. 36 yil bo'libdi, o'chirga qo'yganimga. Voy, men bilmasam, endi men ham bir oddiy ishchiman. O'g'ilcham borsam bebaymi? Yo'q. Mayli endi atkaz berasiz, endi iloji yo'q bu. Nima atkaz qildingiz? Boravermasmi? Bog'cha mazza-ku. Borgim keldi meni ham. Mana bu kreditlardan, dunyo tashvishlari, ro'zg'or uylovlari, ko'p narsadan qutulib ketgim keldi. Lekin ko'p narsa to'g'ri kelmaydi-da. Nima to'g'ri kelmaydi? Tushunmayapman. Garshokka qanday o'tiraman? Garshok